o'ynalishimiz sabab boshida juda ham tarixiy joy turibmiz hozir biz. Eng qizig'i mana bu ko'rib turgan qadrlilar mana shu yerdan qo'ylab ota-bobolarimiz ya'ni yelkalarga aravachalar qilib qo'ylab pochtalarni turpog'ini olib chiqib adirlik qilishgandi. Bu o'zimizdan bu bo'lgan adirlik emasda, qara. Qanday tarixiy joydi. Ya'ni o'sha 44 kunda qo'ylab shu adirliklarni barpo qilishgandi. Haqiqatan ham 45 kunning ichida 100 minglab inson qo'l mehnati orqali shunchalik kanalni barpo qildi. Albatta bu oson ish emas. O'tmishda shunday ota-bobolarimiz qilgan mehnatini biz qadrlashimiz kerak.